Alaykum, umra safariga bormoqchi bo'layotganlar. Meni vaqtim oz. Menga 7 kunlik umra safari kerak yoki-da ishim bor. O'sha ishimni bitirishim kerak deganlar. Xudo xolasa bizda sizlarga 7 kunlik umra safarlarini tashkillashtirib qo'yganmiz. Centrum Holidays orqali, albatta rasmiy litsenziyaga ega firma orqali arzon va chegirmali narxlarda 7 kunlik umra safarini amalga oshirishliklaring mumkin bo'ladi. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, inshaalloh bizning sharoitlarimiz Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi Gasnitsa, Makka Mukarramada 800-900 metr masofadagi 10-12 daqiqalik piyoda haramga qatnasa bo'ladigan Gasnitsa hamda avtobus transport xizmatlari ham bor. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati firma hisobidan amalga oshiriladi. Aeroportga uchib ketishayotganda kamzil, bejik sumka beriladi. Mana shunaqangi bejiklarimiz. Mana shu bejikni berilgandan keyin inobatga olib qo'yasizlar aziz yurtdoshlar. Ota-onalaring jo'natayotgan bo'lsalaring, o'zlaring ketayotgan bo'lsalaring, bejikni qatga chiqsalaring ham yechmanglar. Bejiklaring doim taqinglar. Chunki qayerdadir adashib qolsangiz, qayerdadir yo'qolib qolsangiz, shunday askarlarga shu nomerni ko'rsatsangiz, askar emas, o'sha Saudiyani xodimlari bor, o'zi formalarni ajratib turadi. Ana shular shuni mana shu raqamlarga telefon qilib, mana yerda odaming adashib qolibdi, kelib olib ket deyishadi. Ya'ni Madina, Makka telefon raqamlarimizni yozib qoldirganmiz. Xudo xolasa inshaalloh bemalol bizga aloqaga chiqishliklaring mumkin bo'ladi. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, inshaalloh bizda 7 kunlik paketlarimiz mana Toshkentdan uchadi. Bugun 21-kuni inshaalloh, undan keyin 29-kuni 7 kunlik Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimiz bor. Narxini sizlarga $900 dan qilib beramiz. Xudo xolasa bundan tashqari bizda reyslarimiz yana 22 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz bor. Ertaga uchadigan reysimiz $975 dan qilib beramiz. Mayli, ana sizlar aloqaga chiqinglar, $950 dan joylaringni bron qilib beramiz. Xudo xolasa 29-iyul Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz bor, Primoy reysimiz. Ushbu reysimizning narxini sizlarga $995 dan qilib beramiz. Va 28-iyul Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimiz bor. Aynan ushbu reysimizni 14 kunligini $975 dan qilib beramiz. Xudo xolasa sizlarga endi bizdan 14 kunlik shafoat paketimizni tashkil qilganmiz. 14 kunlik shafoat paketimiz 8 kun Madina Munavvarada, 6 kun Makka Mukarramada bo'lasizlar. Ya'ni 40 farzni ado etasizlar. Aynan mana shunaqangi paketimizning narxini hamma joyda $1300 dan sotishyapti. Biz sizlarga $1150 dan qilib beramiz. Ya'niki ushbu aytib o'tgan Toshkentdagi mana 28 Toshkent Jidda reysimizda ham, 22-29 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimizda ham aynan mana shunaqangi shafoat paketlarimiz tashkillashtirilgan. Ya'ni 40 farz, 8 kun Madina, 6 kun Makkada bo'lishadi. Inobatga olib qo'yasizlar. Bizda aziz vatandoshlar eng arzon chegirmali narxlar. Bizning mehnatimizni bitta like bilan, bitta yaxshi kommentariya bilan nima deydi, baholasalaring bo'ladi. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga mana shu videomizni yuborib qo'yinglar. Centrum Holidays Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasiga tashrif buyurishlaring ham mumkin. Yoki Toshkentdagi ofisimizga tashrif buyursalaring ham bo'ladi. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, O'zbekiston 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, Centrum Holidays rasmiy hisob raqamlariga yashash hududingizga yaqin bo'lgan bank orqali ozgina zakolatlarni tashab, bitta Zagram pasportlaringni tashab, o'zlarining joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Ekrandagi raqamlar xizmatlaringda ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga chiroyli chegirmalarimizni qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.